Nimang turdimi? Nima? Ha, nimang borki, shu turdimi deyapman. Nima tushuntirib gapiring, nimani ma'lamasdan? Bu yerda yotibdi-ku nimang. Ana shu turdimi deyapman, ana. O'g'limmi? Ha, ana shu turdimi deyapman. Siz hali uyda yotibdi. Bo'ldi, bor, chaqirib chiq. Hamshanga borish kerak. Assalomu alaykum, keling, yaxshimisiz? Nimangiz yaxshimi? Tushunmadim. Nima mana ishing o sana? Menga qarang, eringiz yaxshimi deb so'rayaptilar, ibi. Shuni to'rasa bo'ladi-ku. Kim? Nimaga kelanding, Ismat? Shu o'g'lim nimanga ko'rib qolibdi. Bir kayf kelgan. Bir bersang shu nimang o'ynasa. Ana. Nimaga kayf ketdi? Ha? Ayt. Ana, tarvuz to'pdingiz. Ha, shu ana shu futbol o'ynamoqchi bachalar bilan. Shunday demaysanmi? Hay, olaversin, o'ynasin. Men to'g'ri gapirsang bo'ladi shuni, Ismat. Endi siz amaki noto'g'ri tushunmang. Bilasizki, dadam so'z boylik ekan. Shunga nima deyaveradilar-da. Ha. Yusuf kapak. Ana, hozir xotining ko'rdim, nimasi yomon gap degani? Tushunmadim. Nima deysan sen, Ismat? Sen og'zingga qarab gapir. Menga qarang, darrov xotiningiz dadam urdi, qo'li katta ekan debdilar. Ha, shuni to'g'ri aytsang bo'lmaymi? Mayli, sog' bo'ling. Davay. Nima? Xotining ayt. Nimasini yopib qo'ysin. Uydan qaytan hammasi qarab o'tyapti. Nimani? Ayt. Darvozangizni aytibdilar. Ha. Ha. Sog' bo'linglar. Shu Ismatni bir kun bittasi tilini qo'parib oladi.